Ba'zi tushunarsiz sabablarga ko'ra YouTube Alloh bormi bahsining 3-qismini bloklab qo'ydi. Ammo biz jamoamiz bilan sizlar uchun yanada sifatliroq, yanada tushunarliroq tarjima qildik va kanalga yukladik. Iltimos, mehnatimizni baholang, like bosib, obuna bo'ling. Ushbu video 10 ta like yig'sa, inshaalloh 4-qismini ham kanalga yuklab boramiz. Biz boshladik. Xonimlar va janoblar, raddiyalar raundi ham tugadi. Endi bahsning eng muhim va eng qiyin qismi o'zaro savol-javob boshlanadi. Bu yerda olimlarning aqli va vazminligi sinovdan o'tadi. Ajratilgan vaqt 16 daqiqa. Birinchi savol. Kim boshlaydi? Siz boshlaysizmi? Sizlar ham o'z savollaringizni tayyorlab qo'ying. Iltimos yodda tuting, savollarni men shu yerdan qabul qilaman. Qo'lingizni ko'tarasiz, ismingizni aytasiz va savolingizni 3 ta gapdan oshirmay berasiz. Ko'pchilik savol berish o'rniga nutq so'zlab ketadi. Bugun bunday qilmaylik. Xo'sh, muftiy sohib, birinchi savol sizdan. Sizda 16 daqiqa bor. Har biringiz savol berishingiz mumkin. Rahmat, minnatdorman. Biroz oldin aytgan gaplaringiz juda muhim edi, janob Javed. Buni batafsil muhokama qilishdan xursand bo'lardim, lekin bu o'zaro savol-javob bo'lgani uchun birinchi savolim sizga shunday bo'ladi. Men sizga tushuntirgan bog'liqlik degan dalil bor edi. Men uni aqlan izohlayman. Aytingchi, siz sabablarning cheksiz davom etishiga ishonasizmi yoki bor bo'lishi zarur zotning mavjudligiga ishonasizmi? Iltimos, shu savolga javob bersangiz. Quloq soling, men sizga ochiq gapiraman. Avvalo, bog'liqlik degan so'zni tushunmadim. Hozir siz ishlatgan atamalar ham men uchun biroz murakkab va chalkash bo'ldi. Iltimos, savolni yanada oddiyroq til bilan bera olasizmi? Albatta tushuntira olaman. Agar dunyodagi hamma narsa mavjud bo'lish uchun boshqa narsaga muhtoj bo'lsa, demak, hech narsa o'z-o'zidan mavjud bo'la olmaydi. Har bir narsa mavjud bo'lishida biror sababga tayanadi. Agar hamma narsa bir-biriga bog'liq bo'lsa va zanjir bo'lib davom etsa, birinchi sabab yo'q bo'ladi. Shuning uchun hech narsa paydo bo'lmaydi va biz ham mavjud bo'lmas edik. Murakkab so'z chiqsa, uni ma'nosini tushuntirib ketishimiz kerak. Cheksiz sabablar zanjiri bo'lishi mumkin emas. Oxir-oqibat u to'xtaydi. Bu esa bor bo'lishi zarur zotda tugaydi. Yo'q, to'xtashi shart emas. Kim aytdi to'xtash kerak deb? Siz sababni Xudoda to'xtatyapsizmi? Yo'q, to'xtamaysiz. Siz u doim bo'lgan, vaqt hali yo'q paytdan beri mavjud deysiz. Xo'sh, qayerda to'xtab, mana hammasi mana shu yerdan boshlandi deya olasiz? Unda nega biz koinot yoki hatto multikoinot ham mavjud degan so'zga ishonmasligimiz kerak? U paydo bo'ladi, yo'q bo'ladi. Qora tuynuk degan narsa bor, u hamma narsani ichiga tortadi. Keyin hammasi yana portlaydi, yana kengayadi. Bularning barchasi yonida biz odamlar hech narsamiz. Juda kichik bir zarrachamiz. Biz milliardlab yillik koinotda atiga 50-60 yil yashaymiz va biz juda tasodifiy sabablar tufayli paydo bo'lganmiz. Mana shular haqida o'ylab ko'ring. Koinot kengaymoqda. Qayerga kengaymoqda? Qayerga ketmoqda va nega kengaymoqda? Shu savolda to'xtang. Yetarli. Men teleskop orqali 2 milliard yorug'lik yili uzoqlikdagi galaktikani ko'raman. Buni menga nima aloqasi bor? Agar men soniyasiga 80 ming yil tezlikda harakat qilsam ham u yerga yetish uchun 20 million yil kerak bo'ladi. Xo'sh, bu narsalarning barchasi odamzodga nima uchun kerak? Axir bu dunyo, bu koinot eng oliy mahluqotlar uchun yaratilmaganmi? Oliy zot atamasini tushunmadim. Bu yerda tushuntirishga arzigulik hech narsa yo'q. Bu eng oliy degan atama shuni bildiradiki, butun koinot, bu dunyo odamlar uchun yaratilgan. Lekin buni odamlarga nima keragi bor? Agar siz biror narsaning nima uchun yaratilganligini bilmasangiz, bu uning besabab yaratilganligini anglatmaydi. Bu bizning bilimimiz cheklanganini bildiradi. Bu mening mas'uliyatim emas. Bertrand Russell aynan shuni nazarda tutgan edi. Siz esa buni hazillik qabul qilib, e'tiborsiz qoldirdingiz. U shunday deganda, agar sen biror narsani da'vo qilayotgan bo'lsang, nega men uning noto'g'ri ekanligini isbotlashim kerak? O'z da'voingni o'zing isbotla. Bu meni mas'uliyat. Bu dalil mantiqan noto'g'ri.
Savol berasizmi? Muftiy sohibga savol bermoqchimisiz? Chunki hozir o'zaro savol-javob bosqichi. Men shuni so'ramoqchimanki, Xudo qanday vahiy yubormasin, uni faqat bitta dinga yubormagan. Har turli vahiylarga ega bo'lgan ko'plab dinlar mavjud-ku. Ba'zi narsalar o'xshash, lekin ular o'rtasida ziddiyatlar bor. Ayrim dinlarda siz ma'lum narsalarni qila olasiz, boshqalarda esa qila olmaysiz. Demak, ularning axloqiy mezonlari bir xil emas. Buning ortida qanday tarix yotibdi? Quloq soling, ba'zan o'ylab qolaman, futbol chempionati finali bo'lib, stadionga millionlab odam to'plansa-yu, televizorda 100 millionlab kishi tomosha qilsa, agar Xudo aynan o'sha paytda men Xudoman deb baland ovozda e'lon qilganda hamma eshitgan bo'lardi. Hatto televizor orqali bo'lsa ham. O'shanda Krishna ham yo'q qilingan bo'lardi. Bu sirlilik nimaga kerak? Shunchaki bizga ishonchli dalillarni ko'rsating. Siz bu koinot qanday paydo bo'lgan deysiz? Bu qanday muammoni hal qilardi? Men sizdan so'rayman, Xudo qanday yaratilgan? Nega uni qanday yaratilganligini so'ramasligim kerak? Biroq u koinotdan ancha aqlliroq, koinotdan oldin mavjud bo'lgan va u abadiy. Agar javob bersangiz, men buni qabul qilaman. Yaxshi, javob beraman. Ikkinchidan, u hamma narsaga qodir. Demak, u istagan narsasini qila oladi. U sizga ish berishi, yaxshi odamga uylanishingizga yordam berishi, sizga turli narsalarni inom etishi mumkin. U hamma narsaga qodir, ammo u bu dunyoni qanday boshqaryapti? Bu dunyo qanday tartibda? Bu sizni hayratga solmayaptimi? Yoki faqat qiyomatdan so'ng qo'l-oyoqlari bombadan tilga pora bo'lgan bu go'dakka adolat qilingandagina haqiqiy adolat o'rnatiladimi? Yaxshi, javob beraman. Avvalo siz vahiy va muqaddas kitobni tilga oldingiz. Bu haqida gapirishim mumkin edi, lekin bugun emas, chunki vaqtimiz oz. Buni boshqa safar muhokama qilamiz. Men ham bunga hozir ikkinchi bosqich, Xudo bormi degan ikkinchi bosqich ketyapti. Bugun Xudo borligi haqida so'z ketayotgani uchun shu mavzuga to'xtalaman va shunga oid savollaringizga javob beraman. Shu bilan sizga savol ham beraman. Siz aytdingizki, biz Xudoning borligini isbotlay olmabmiz. Lekin bog'liqlik dalilichi? Bu juda muhim asosiy fakt. Bog'liqlik deganda nimani nazarda tutyapsiz? Bog'liqlik deganda biror narsaning mavjudligi boshqa bir narsaga bog'liq bo'lishi tushuniladi. Agar har qanday narsa yoki mavjudotning borligi boshqa bir narsaga bog'liq bo'lsa, demak u o'sha narsaga cheklangan, unga muhtoj va unga qaram bo'ladi. Shubhasiz, bog'liqlik bo'lgan har qanday narsa uchun biror sabab bo'lishi kerak. Bu oddiy sog'lom aqlning o'zi. Siz sog'lom mulohaza haqida gapiryapsiz. Men ham aynan shunday qilyapman. Ikkinchidan, siz milliardlab yorug'lik yilga teng uzoqlik haqida gapirdingiz va go'yoki buni menga aloqasi yo'q dedingiz. Faqat cheklangan doirada o'ylayapsiz. Faqat ko'zingiz ko'rayotgan, qo'lingiz yetayotgan narsalar bilan cheklanib qolmang. Sabablar nega mavjud? Qayerdan kelgan? Siz mana shu savollar haqida o'ylab ko'ring. Doiradan tashqariga chiqing. Odamlar sizga e'tiroz bildirishadi. Har bir inson xohlagan narsasi haqida o'ylashi mumkin. Bu sizga mumkin emas, menga esa mumkin. Siz yovuzlik muammosi haqida savol berdingiz va doim Xudo qudratli, Xudo qodir deb gapiryapsiz. Biz Xudo haqida tushunib olishimiz kerak. Yovuzlik muammosi aslida ikki noto'g'ri taxminga asoslangan. Agar bu taxminlarni tushunsangiz, muammo o'z-o'zidan yo'qoladi. Ikki taxmindan birinchi xato taxminingiz siz Xudoni faqat rahim shafqatli va qudratli deb bilasiz. Lekin dunyoda adolatsizliklar bor. Bularni ko'rib siz shubha qilyapsiz. Lekin bir narsani tushunib olishingiz kerak. Haqiqatdan ham Xudo nafaqat rahim shafqatli va qudratli, balki donolik va hamma narsani biluvchidir. U qilayotgan har bir ishning orqasida ma'no va hikmat bor. Biz hamma narsaning hikmatini tushunishimiz shart emas. Buni tushuna olmaymiz. Agar faqat o'zimizning tushunchamizga tayanib hukm qiladigan bo'lsak, biz adashamiz. Chunki dunyo qarashimiz cheklangan. Biz hayotda ham bu masalaga ko'p duch kelamiz. Masalan, shifokorga boramiz, u bizga dori yozib beradi. Siz menga nima uchun aynan shu dorini berayotganingizni tushuntirmaguncha men uni ichmayman demaymiz. Biz shifokorning bilimiga ishonib, u dorini ichamiz, chunki u bizdan ko'ra ko'proq bilimli va tajribaga ega, shunday emasmi? Yo'q. Shifokor bilan Xudo o'rtasida katta farq bor. Shifokor bilim olgan, shuning uchun men unga quloq solaman, lekin masala bunda emas, bu javobim ham emas.
Janob, iltimos, zalda tinchlik saqlasangiz. Ya'ni shifokorga ishonsangiz, demak bu Xudoga ishonish kerak degani emas. Men buni misol tariqasida aytdim Bu xolos. gapingiz dalil bo'la olmaydi. Masala shundaki, agar men mutlaq qudratli zot foydali ish qilayotgan bo'lsa-yu va bu foyda bolalarning o'limidan iborat bo'lsa, menga bunday foydaning aslo keragi yo'q. Siz foyda deganda nimani nazarda tutyapsiz? Ishning foydali tomonini. Siz gapimni oxirigacha tinglamadingiz. Men aytdimki, sizning butun fikrlaringiz ikki noto'g'ri taxminga asoslangan. Birinchi taxminni men allaqachon tushuntirdim. Keyingi noto'g'ri taxmin esa bu dunyoda yomonlikning mavjud bo'lishi uchun hech qanday asosiy sabab yo'q deb hisoblaysiz. Ammo aslida sabablar mavjud. Agar dunyoda yomonlik bo'lmaganda biz yaxshilik tushunchasini qanday belgilagan bo'lardik? Agar adolatsizlik bo'lmaganda adolatni qayerdan tushunardik? Zulmat bo'lmaganda yorug'likni qanday tushunardik? Ha, davom eting. Biror ayolni zo'rlashgandan keyin shundagina uni sha'ni haqida o'ylaysizmi? Javobimni tugatib olay. Bolalar o'ldirilgandan keyingina siz faqat shunda ularning beg'uborligi haqida o'ylaysizmi? Javobimni tugatib olay. Xatoni ko'ryapsizmi? Siz meni javob berishimga imkon bermayapsiz. Oxirgacha meni tinglang. Faqat bir qismini aytdim xolos. Endi ikkinchi qismga o'taman. Biz bu dunyoga sinov uchun kelganmiz. Hamma sinovdan o'tadi. Va dunyoda yomonlik bor bo'lgani kabi bizda oliy sifatlar ham bor. Agar bizda yoki bu dunyoda yomonlik bo'lmaganda sinovning ma'nosi nima bo'lardi? Agar men o'quvchilarimga ko'p javobli test bersam, faqat to'g'ri javoblarni yozsam, ularga topshirsam va sizning testingiz tugadi desam, bu albatta befoyda bo'lardi. Agar biz bu dunyoga sinov uchun kelgan bo'lsak, demak yaxshilik va yomonlik mavjud bo'lishi tabiiy. Demak, agar yaxshilik va yomonlik mavjud bo'lsa, demak yomonlik ham Xudoning yaratganidir, to'g'rimi? Albatta Xudo yomonlikni ham yaratgan. Yaxshi, endi esa muammo shundaki, dunyoda asosan yomonlik sodir bo'ladi. Shuning uchun odamga shunday tuyuladi. Xudo aslida yomonlik tomonida turgandek. Umuman yo'q. Men sizga aytmayapmanki, siz nimalar deyapsiz? Har qanday rahbar, xoh u o'zi bosh bo'lgan uy bo'lsin yoki o'zingiz boshqarayotgan biror kompaniya bo'lsin, siz u yerda yaxshilik borligini isbotlash uchun odamlarga yomonlikni tarqatasizmi? Agar siz shunday qilsangiz, demak siz yomonlik tarafidasiz. Shoshmang, men javob beraman. Tinglang. Bu dalil noto'g'ri. Agar imtihon oluvchi odam testda noto'g'ri javob variantlarini qo'ygan bo'lsa, bu test oluvchini yomon qilib qo'yadimi? Aksincha, so'zimni bo'lmang. Noto'g'ri variantni tanlagan odam xato qilgan bo'ladi. Xudo yomonlikni sinov uchun yaratgan, lekin o'zi yomon emas. Yomon uni tanlagan kishidir. Pichoqni yasagan odam yomon ish qilmagan, undan noto'g'ri foydalangan odam yomon ish qilgan. Kechirasiz, zulmchi. Zulm ham noto'g'ri ishlatilishmi? Zulm bu insonning ixtiyori natijasidir. Qanday qilib zulm noto'g'ri ishlatiladi? Endi tinglang, men sizga aytaman. Bu dunyoda mavjud bo'lgan yomonlik turli shakllarda namoyon bo'ladi. Shulardan biri inson ixtiyori bilan qiladigan jinoyatlardir. Agar zulm qiluvchi shaxs zulm qilsa, bu Xudoning aybi emas. U o'z ixtiyorini suiiste'mol qilgan. U jazolanishi kerak. Shuning uchun do'zax bor. Demak, bu mavzu ixtiyor masalasi bilan bog'liq. Kimdir noto'g'ri ish qilsa yoki biror yomon hodisa yuz bersa, darrov bu ixtiyor deyiladi. Bu yer yuzida 7 milliard ixtiyor egasi yuribdi degani. Agar bir odam o'z ixtiyori bilan meni o'ldirsa, mening o'limim Xudoning irodasimi yoki bu odamning ixtiyorimi? Mening o'limim Xudoning qo'lidami yoki ixtiyor egasi bo'lgan o'sha odamning qo'lida? Xudo ixtiyor tizimini yaratgan. Agar kimdir bu ixtiyordan noto'g'ri foydalanib suiiste'mol uni suiiste'mol qilib meni o'ldirsa, unda meni o'limim uchun kim javobgar? O'ldirgan odam javobgar bo'ladi. O'sha odam javobgarmi? O'ldirgan odam javobgar bo'ladi va u jazolanadi. Endi davom etaylik. Agar faqat Xudo hayot bersa va faqat Xudo o'lim bersa, bunda nima noto'g'ri joy bor? Hammasi mutlaqo to'g'ri. U ixtiyor tizimini ham, hayot va o'lim tizimini ham yaratgan zotdir. Siz o'zingizga qarshi gapiryapsiz. Inson o'z ixtiyori bilan jinoyat qiladi deyapsiz. Unga ixtiyor berilgan, uni suiiste'mol qiladi deyapsiz. Bu yer yuzida 7 milliard ixtiyor egasi bor.
Men shu 7 milliard ixtiyor egalariga qarashim kerak, chunki vayronagarchilikni aynan ular keltirib chiqaryapti. Va bu vayronagarchiliklar tobora kundan kun ko'payib bormoqda. Albatta, lekin menga aytingchi, agar Xudo mavjud bo'lmasa, siz yomonlikni qanday aniqlaysiz? Ya'ni Xudosiz yomonlikni qanday qilib hamma uchun bir xil tarzda belgilaysiz? Bu til. Bu taraf joh qismlarini pasini olib tashlashgan. Akamiz hozirda gapira olmaydilar. Taomlanishlari ham shu zoom orqali taomlanadilar. Deyman, operatsiya bo'lganlar, lekin kutishyapti yana operatsiyani. Lekin bir kunda hozirda mablag' sarflanayotgan mablag' 500 mingda atrofida. Tasavvur qiling, 3 yildan beri hozir shu holatda turibdilar. Qarang, tillarini osilib turishni, bu holatlarini ko'rib, to'g'risi men dodda boryapman, chidamayapman do'stlar. Ko'p gapirmaylik. Akam o 200 dollar bir inson bemorlar uchun deb ehson berganidilar. Sizga shu joyi shet. Iltimos, imkoningiz yo'q bo'lsa xijolat bo'lmang, videoni tarqating, bitta like bosing. Nahot shunga yaramaymizmi? Dunyo ikki xil hayvonlardan iborat. Ba'zilari yolg'iz yashaydi, o'rmonlarda, boshqalari esa guruh bo'lib yashaydi. Guruh bo'lib yashaydiganlar xoh bu jamiyat bo'lsin, yoki klub bo'lsin, yoki siyosiy partiya yoki boshqa har qanday tuzilma bo'lsin, o'z ichidagi munosabatlar uchun qoidalar chiqaradi. Yaxshi yomonni ham jamiyat belgilaydi. Demak, buni odamlar hal qiladi. Ha, shunday. Agar odamlar zulmni yaxshi deb qaror qilsalar, masalan, jamiyatingiz zulmni oqlasa, siz ham uni oqlarmidingiz? Yo'q. Dunyoda shunday guruhlar borki, ular ma'lum sharoitlarda zo'rlashni, zulmni oqlashadi. Men tafsilotlarga kirmayman. Siz ham ularni yaxshi bilasiz. IShIDda bo'lgan bir nechta yigitlar bor edi. Ular nima qilishdi? Ularning qilgan ishi Xudo bilan aloqasi yo'q. Janob, men sizga oddiygina savol berdim. Yomonlik nima ekanini qanday bilasiz? Keling, boshidan olaylik. Odamlar birga yashashi uchun hammaga birdek tushunarli va xavfsizlikni ta'minlaydigan qoidalar bo'lishi kerak. Bu qoidalar har bir odamni himoya qiladi va har kim o'ziga qulay sharoit topadi. 2 yoki undan ortiq odam bo'lgan har qanday jamiyat aynan shu tartib bilan yashaydi. Hayotning o'zi ham shunday. Agar bu tartib buzilsa, muammolar chiqadi. Tartibsizlik, zarar va kelishmovchilik paydo bo'ladi. Masalan, oilani olaylik. Oilada xotin, bolalar, aka-uka, opa-singillar bor. Ular tinch va ahil yashashi uchun aniq qoidalar va tartib bo'lishi shart. Hayot aynan shunday ishlaydi. Men sizni tushundim, janob. Aytmoqchisizki, yaxshi va yomonni odamlar belgilaydi, ya'ni ko'pchilik hal qiladi. Agar ko'pchilik, masalan, natsistlar Germaniyada bo'lgani kabi genotsidni to'g'ri deb hisoblasa, unda siz buni ham oqlagan bo'larmidingiz? O'sha paytda yer yuzining qancha qismi Gitlerni haq edi deb hisoblagan? Qancha qismi? Demak, gap jamiyatdagi emas, balki butun sayyoradagi ko'pchilik haqida ketyapti. Ammo yer yuzidagi odamlarning ko'pchiligi Xudoga ishonadi. Nega siz ishonmayapsiz? Xo'sh, shu bilan o'zaro savol-javobning bu raundi yakuniga yetmoqda. Va qiziq tomoni shundaki, u aynan shu holatda to'xtaydi. Shuning uchun ko'tarilgan keskinlik ham biroz pasayadi. Menga ruxsat bering, bu savolga javob berishimga ruxsat bering. Axir bu sayyoradagi odamlarning ko'pchiligi turli dinlardagi xudolarga ishonadi. Nega siz buni hisobga olmaysiz? Yo'q. Axir siz ko'pchilik haqida gapiryapsiz. Siz aytyapsizki, nima yaxshi, nima yomon ekanligini ko'pchilik hal qiladi va buni to'g'ri deyapsiz. Yaxshi yakunlaymiz. Siz tomonda qanday hal qilinsa, xuddi shunday. Sizlarga atiga 5 daqiqa beriladi. Bu sizning yakuniy dalilingiz bo'ladi. Shundan keyin tomoshabinlardan savollar qabul qilamiz va ularga javob beramiz. Shuningdek, Javed sohibdan yakuniy nutqni ham eshitamiz. Demak, vaqt boshlandi. Rahmat. Bizning mavzu Xudo bormi yoki yo'qmi? Men bunga akademik jihatdan tayyorgarlik ko'rganman. Bir nechta dalillar keltirishni o'ylagandim, ammo vaqt yetishmagani sababli, chunki janob Javed doim mavzudan chetga chiqib ketdi. Men faqat bitta dalilni keltira oldim. Xudo mavjudmi degan savolga oid. Aslida boshqa ko'plab dalillar ham bor va ular juda aniq dalillardir. Ammo u birorta raundda ham mening dalillarimni qo'llab-quvvatlamadi va u tekshirib ham ko'rmadi. Birorta raundda ham, bir marta bo'lsa ham. Dalillaringizni eslatib yubora olasizmi?
Bog'liqlik dalilichi? Axir men unga javob berdim. Sohib, navbatingiz kelsa gapirasiz. Marhamat, davom Men eting. sizga keltirgan bog'liqlik haqidagi dalil. Bog'liqlik haqidagi dalilingizni urdu tilida ayta olasizmi? Qanday qilib men sizga buni yana tushuntirishim mumkin? Yana qanchalik sodda qilib, hech bo'lmaganda o'zimga tushuntira olaman. Iltimos xonim, biroz sabr qiling. Keyingi masala, siz nafaqat bu savolga javob bermadingiz, balki Xudoning mavjud emasligiga birorta ham aniq dalil keltirmadingiz. Siz faqat din haqida gapiryapsiz. Din esa bugungi mavzuyimizga umuman aloqador emas. Bugun mavzu dindan tortib IShIDgacha borib qolyapti. Birodar, bularning bizga nima aloqasi bor? Biz bularni qoralaymiz, ammo buning Xudoga nima aloqasi bor? Bu o'rtadagi bog'liqlik qayerda? Agar kimdir noto'g'ri ish qilsa, agar kimdir o'ldirsa yoki zo'rlasa, u jazolanishi kerak. Xo'sh, sizda axloq uchun qandaydir ratsional yoki mustahkam asos bormi? Yo'q, men jamiyat uchun yaxshi yomonni Xudo belgilaydi dedim. Gitlerni misol keltirdim. Siz esa qarorni ko'pchilik qabul qiladi dedingiz. Ammo ko'pchilik baribir Xudoga ishonadi. Shunda siz buni dinga bog'liq deysiz. Demak, sizda hamma uchun mos keladigan axloq asosi yo'q. Barchaga mos axloq faqat Xudodan keladi. Xudo mavjud. Shu bilan tugadi. Bu mufti Nadviyning oxirgi so'zlari edi. U kishiga minnatdorchilik bildiramiz. Endi navbat janob Javedga. U kishiga 5 daqiqa vaqt beriladi. Marhamat, vaqtni belgilang. Xo'sh, aytadigan gaplar ko'p. Dunyodagi har bir din Xudoni shunday ta'riflaydi. U qudratli, hamma joyda hozir, adolatli, mehribon, sizni sevadi va hokazo. Lekin men dunyoga qaraganimda insoniyat farovonligi uchun nimadir qilayotgan, zaiflarni himoya qilayotgan, ularga yordam berayotgan yoki zolimlarni to'xtatayotgan biror oliy kuchni ko'rmayapman. Na hozir, na butun tarix davomida. Birinchidan, agar u mavjud bo'lib faqat tomosha qilayotgan bo'lsa, uning bor yoki yo'qligi baribir bir xil bo'lib qoladi. Ikkinchidan, siz koinotni kimdir yaratganiga ishonasiz. Bu siz ishlatgan so'z, lekin bu qanday bo'lishi mumkin? Shu bilan birga siz darrov taslim bo'lib, yaratuvchi 1000 barobar murakkabroq bo'lishi kerakligini aytasiz va uning mavjudligiga hech qanday e'tiroz bildirmaysiz. U vaqt tashqarisida, vaqt paydo bo'lishidan oldin mavjud bo'lgan deya qabul qilasiz. Siz bularning barchasini hech qanday dalilsiz qabul qilishga tayyormisiz? Buning uchun sizda hech qanday asos yo'q. Dinga oid tarixingiz qanday? Xudolarga bo'lgan e'tiqod qayta rad etilgan. Siz Aristotel zamonida hamma odam nodon bo'lgan deb o'ylaysizmi? Holbuki Aristotel ham bugun mavjud bo'lmagan bir xudoga qat'iy ishongan. Bu ham uzoq davom etmaydi. Buni yozib qo'yishingiz mumkin. Alomatlari hozirdan dunyoda ko'rinib turibdi. Yevropaga borib cherkovlarni qarang, ular bo'm-bo'sh. Janob, hali bu kunlarga ham yetib kelamiz. Nega sizlar bu odamga ergashyapsizlar? Bu odamga nega yordam beryapsizlar? U kishi o'zini himoya qila oladi. Nega unga yordam beryapsiz? Lekin mayli, menga farqi yo'q. Har bir narsaning o'z o'rni bor. Bu butun bir tizim. Faqat bitta qismini olib bo'lmaydi. Men Xudoni qabul qilsam, u bilan birga ko'plab sifatlar va tushunchalarni ham qabul qilaman. Bunga juda ko'p narsalar bog'langan. Shuning uchun sizga oddiy taklif qilaman. Dunyoda 10 ta asosiy e'tiqod bor. Siz ulardan bittasini qabul qilasiz, 9 tasini inkor etasiz. Demak, o'sha 9 tasida siz ateistsiz. Siz u 9 taga xuddi men kabi mantiqan qaraysiz. Hatto dindor odam ham 90% ateist. U boshqa xudolarni qabul qilmaydi. U faqat o'z xudosiga ishonadi va qolganlarni hammasi xato deydi. Agar umuman ishonishni to'xtatsangiz, sizda 10% haq bo'lishi, 90% xato bo'lishi ehtimoli bo'ladi. Mening maslahatim, ishonishni to'xtating. Shunda 50% haq, 50% xato bo'lish imkoniga ega bo'lasiz. Ateist bo'lish orqali imkoniyatingiz 40% ga oshadi. Bu eskirgan g'oya, ya'ni din g'oyasi asta-sekin o'tmishga aylanmoqda. Balki bu meni hayotimda bo'lmas, lekin bir kun albatta sodir bo'ladi. Siz metafizik deb aytayotgan tushunchalar fizika va materiyani bilmagan odamlar tomonidan o'ylab topilgan. Xo'sh, ushbu munozara uchun katta rahmat.